Assalomu alaykum, Milliy Yo'llar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana eslasana, xuddi shu xonadonda isitish sistemasini bundan 1,5 oy avval qilib bitkizib bergandik, xonadonga topshirib, hozir orada tekshiruvga yo'limiz tushib qoldi. Ko'rdik, mana mahallada qor yog'yapti, chotki qor yog'ib endi eriyapti. Xonalar qalay isiyapti? Zo'r isiyapti, Yaxshi. Rahmat, zo'r isiyapti. Mana shu 1,5 oy bo'lgan bo'lsa, ishlatayotgan bo'lsak, bekami ko'z ishlayapti. Bolalarga rahmat mana. Mana minus darajada ham yaxshi bir xilda So'qatish bo'lmadi. 8 ta 9 ta xonadon to'pli pollar bilan isityapti. Mana sizlar ko'rib turgan xonadon egalari mana Hoji tog'amizdan o'zidan intervyu olyapmiz. Xudo juda ham chiroyli bo'lib, mana katyollari hozir ham ishlayapti. Mana katyol xonasiga ham borib ko'rsatamiz. Katyollari nijniy garena, pastdan yonuvchi katyol. Hammomi mashta hamma xonasi juda ham chiroyli bo'lib ishlayveryapti. Mana ko'rib turganlaringizdek, xuddi shu yerda nijniy garena katyolimizni ustanovka qilingan. Endi mana общий xonalarga kira olmaymiz. Bitta xonasini kirib ko'rishimiz mumkin. Ko'rsatamiz. Radiatorlar juda ham chiroyli bo'lib ishlayveryapti. Mana bu xonaga kirsiz, o'zi issiqlik bor, radiatorlar issiq. Mana bu xonada hech kim yashamas ekan, hali dekonchilik qilishyapti. Mana chesnoy piyozlar suqib ishlashyapti. Videomizga bitta like bosamiz, maksimal darajada shu videoni ko'mirli katyo yoqtirgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Mana ko'rib turganlaringdek, qor minus darajada ham katyolimiz отказ qilmasdan sistemalarimiz bilan birga juda ham chiroyli bo'lib ishlayveryapti. Sizga ham shunaqa sifatli santexnik ishlar kerak bo'lsa va ko'mirli katyolar zarur bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa sizlardan ishdan juda ham chiroyli qilib bitkizib beramiz videoga. Yana bir like bosamiz.